Qo'limdagi patinkani ko'ryapsizlarmi? Buni ko'rgan odam musor deb o'ylashi mumkin, lekin shuni kiyib yuradigan oila ham bor ekanda. Bir joyga kiyganmiz, mana ko'rib turibsizlar. Qish yozgi kunida mana patinka bilan mana short kiyib olgan. Boshqa kiyimingiz yo'qmi aka siz? Yo'q. Yo'qmi? Mana sinimizni ko'rib turibsizlar. Patinkasini. Mana ahvolni ko'ryapsizlar. 88 ga kirgan onaxonam bor bu yerda. Juda qiynalgan oilaga kelganmiz, akalar opalar. Ko'rib o'zimga rahmim kelib ketdi-da. Mani bu yerga boshqa odam olib kelgan. Bular telefon, bir dalaliq joyda yashaydi. Akalar opalar mana shu apamiz o'rnidan turib yura olmaydilar. Mana ko'rib turibsizlar, farzandlariga suyanib turibdi. Aka Boshqanasi og'irmasa shu olib kelganda shu sen tanimadim bolam, jon bolam yordam bersa. Iloyimgina safardagilar iloyimgina Rossiyadir, O'zbekdir, xalqdir. Bir yordam bersa mana ahvolim, mening umuman mazam yo'q bolam. Erim topishi 30 so'm pulgina pul bilan nima bo'ladi? Mazam yo'q bolam. hozir yeringiz Mardikor bozoridami? Mardikor bozorida hozir erim. Nima qilay endi? Mana mazam yo'q. Ikki bolam bilan suyab turibman. Umuman sharoitim ko'tarmaydi. Jon bolam yordam beringlar menga. Akalar opalar iltimos qilamiz, shu oilaga juda yordamga muhtoj, shu oilaga yordam beraylik. Telefon nomeri